Xo'sh, qaraymiz endi. Mana 2 gram bor ekan. Mana gramda chiqqan. Bizga M shtriximiz 2 gram edi. Ana shunimiz necha foizli ekan? 10% ekan. 100% bo'lsa, qani qancha chiqar edi? 2 ni 100 ga ko'paytirib unga bo'lamiz. 20 gram. Buni ham xuddi shunday qilamiz. 1 grammimiz vodorovlar necha foizli ekan? 20% ekan. 100%imiz qancha bo'lyapti? 5. Endi qaranglar. 20 gram eritmaga 5 gramlik nima qo'shildi? Hozir mana 20 gramlik bu natriy gidroksid eritmasi chiqdi. Bu yerda 5 gramlik ftalit kislota eritmasi chiqdi. Ikkala eritma aralashtirilganda necha gram hosil bo'lish kerak edi? O'zi aslida 20 ga 5 ni qo'shaman. 25 gram edi. Masala sharti necha gram hosil bo'ldi deyapti? 42 gram eritma hosil bo'ldi deyapti. 42 gram eritma nima hisobiga? Qo'shilgan suvning hisobiga hosil bo'lyapti. Aytashayman, demak 42 ni necha bo'lyapti? 17 gram bo'lyapti. Bormi shuni javob? Javob A degan javob bo'lyapti. Eshitdikmi? Xo'sh. Endi 1 bo'ldi. 2 1 ga qaraymiz. 2 tarkibida alyuminiy xlorid va xlorid kislota sarflangan eritmaga cho'kma hosil bo'lish tuguncha ammiak eritmasi quyildi. Hosil bo'lgan eritma bo'g'latildi, cho'kma massasi o'zgarmay qolguncha qizdirilishi natijasida 4.08 gram qoldi. Dastlabki eritma moddalarining molekyular konsentratsiyasini aniqlang. Mayli. Demak, bu nechinchi masala? 2 1. Alyuminiy xlorid nima bor ekan? Xlorid kislota H2O. Cho'kma hosil bo'lish tuguncha ammiak eritmasidan millilitr qo'yildi. Ammiak eritmasi. Ammiak eritma degandan keyin ammoniy gidroksid qo'shilgandan keyin ammoniy xlorid hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi. Ammoniy gidroksid ta'sirlashadi-yu, bu yerda alyuminiy gidroksid plus ammoniy xlorid hosil bo'ladi. Ammoniy xlorid. Mana endi qaranglar, hosil bo'lgan eritma bo'g'latildi deyilyapti. Bo'g'latilgandan keyin mana suv chiqib ketadi. Xo'sh. Cho'kma massasi o'zgarmay qolguncha qizdirilganda qoldi. Mana bu yerda cho'kmamiz mana bu bo'lyapti. Ammoniy xlorid qaranglar-da, bu cho'kma emasmi? Yo'q. Ammoniy eriydi. Eritmada qoladi. Demak, cho'kma massamiz bor ekan mana. Alyuminiy gidroksid. Demak, qizdirilgandan keyin parchalanadi alyuminiy oksidi va suv bilan tenglashtirishni to'g'ri aytadi. Bu ikkita bo'lyapti. 2 3 6 ta bo'lyapti. 3 ni qo'yamiz, o'zi reaksiyamiz teng bo'ldi. 4.08 ekan mana bu. Alyuminiy gidroksiddan alyuminiy oksidimiz massasi nechaga teng? 102 mi? 102. 102 bo'lsa, bundan 2 mol hosil bo'lgan bo'lsa, saqlangan bo'lsa, bundan o'zi qancha ketadi? 2 ni 4.08 ko'paytirib 102 ga bo'laman. 0.08. 0.08. Demak, alyuminiy gidroksidimizdan 0.08 miz bor ekan, mana 0.08 mol. Xo'sh, endi dastlabki ma'lumotlarni olamiz. Cho'kma hosil bo'lish tuguncha molyarli ammiak eritmasi 200 ml quyildi. Demak, ammiak eritmasini bizga molyar konsentratsiyasi aniq ekan qancha? 1,5 ekan. Hajmi aniq ekan. 200 ml ekan. 200 ml. Litrga aylantiraman buni. 0.2 litr. Endi modda miqdorini topamiz. Ammoniy gidroksidda. Ya'ni 1,5 da ko'paytiramiz 0.2 ga. Necha bo'ladi? 0.3. 0.3 bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'sh, 0.3 bu mol bo'ldi. Endi qaraymiz. Bu ammoniy gidroksidning miqdori chiqdi. Reaksiya uchun mana 0.3 mol olingan ekan. Endi bu reaksiyamizni tenglashtiramiz. Bu yerda xlorimiz 3 ta bor ekan. Bu yerda nechta bor? 1 ta bor. Shuning uchun bu yerga 3 qo'yamiz. Ammoniydan 3 ta hosil bo'ldi. Demak, bu yerga 3 ta qo'ysak, reaksiyamizni tenglashtirmaydi. Tenglash. Endi bittasiga 3 ta ketyapti. Bunimizga qancha ekan? 3 ni 0.08 ga ko'paytiringlar. 0.24 mi? 0.24 dan endi 0.3 dan 0.24 ta ayrsam bu ammoniy gidroksidga qoladi. 0.06.
0,06. Endi bizga dastlabki eritmani moddalarni molar konsentratsiyasi aniqlangan. Uning uchun bizga qancha bor eritmamiz hajmi berilgan ekan? 200 ml berilgan. Mana bu ikkalasidan. Endi miqdori bu aniq mana. 1 mol ketsa, bunga qancha sarf ketadi alyuminiy xloridda? 0,08 bo'ladi. Birni bunga ko'paytirib 3 ga bo'lishim kerak-ku. Yoki bo'lmasa birni 0,08 ko'paytirib 1 ga bo'lsam ham xuddi shu qiymat bo'ladi. Mana modda miqdori aniq. Alyuminiy xloridimizdan modda miqdori chiqdi 0,08 mol bo'ldi. Endi ammo vodorod xloridimiz qancha bo'lyapti? O'zi reaksiyamiz teng, to'g'rimi? 4 ta 5 6 ta to'g'ri, teng. Bittasiga bitta ketsa, bunga ham qancha ketadi? 0,06 mol ketyapti. Vodorod xlorid modda miqdori 0,06 mol bo'ldi. Ana endi bizga molar konsentratsiyasi aniqlangan uchun SM deb aylanaylar modda miqdorini hajmga bo'lishim kerak. Mana modda miqdorimiz 0,08 chiqdi. Hajmimiz bizga 200 ml berilgan, litrga aylantirsam 0,2 bo'ladi. Bo'linglar necha bo'ladi? Necha? 0,4 chiqyapti. Moddasi litr bittasi. Ikkinchisi mana buni molar konsentratsiyasi topam 0,06 ni bo'laman 0,2 ga. 0,3. 0,4 ga 0,3. Qaysi joy? A degan joy. To'xtadi. Tushirilganda, ya'ni marganezga, ya'ni bizga 3 So'rtilgan sulfat kislota ta'sirlashtiramiz. Nima hosil bo'ladi? Marganiz sulfat plus vodorod gazi ajralib chiqyapti. Ta'sir etilgan 0,5 mol gaz ajraldi deyilyapti. Mana 0,5 mol. Endi 1 mol bo'lgan paytimizda bundan 0,5 mol hosil bo'lyapti. Sulfat kislotadan qancha sarf ketyapti? Bunda ham 0,5 mol. Marganizdan necha mol olingan? 0,5 mol olinib, mana sarflanib ketgan ekan. Endi hosil bo'lgan eritmaga 0,1 mol natriy karbonat kukuni qo'shildi. Natriy karbonat ekvivalent degandan keyin, demak mana bu sulfat kislotamiz hammasi sarf bo'lib ketgani, ekvivalent degan bu reaksiya bo'lmagan bizga. To'g'ri. Mana shu o'chirib qo'yaylik, hozircha bu qiymat keragi yo'q bizga. Endi hosil bo'ldi margan sulfat, natriy karbonatimizdan 0,1 mol bor edi. 0,1 mol bo'lsa kami bo'yicha hosil bo'ladi. Mana bu cho'kmamiz. 1 bo'lsa buni marganiz karbonat massasini topinglar. 55 ga 12 va 48 qo'shinglar. 115. 115. Bu 11,5 gram bo'lyapti. Ana endi bizga umumiy ma'lumotlarda 200 gram bor edi. 200 gramga marganiz massasi 55 edi. 55 ta 0,5 ga ko'paytirsak necha? 27,5 gram bor edi. Chiqib ketdi, bir gaz chiqib ketdi. Yana shunga qo'shildi 0,1 mol natriy karbonat. 106 ta 0,1 ga ko'paytirdik 10,6 va chiqib ketdi 11,5. Hisoblaylar necha bo'lyapti? 25 6 mi? 225 6 gram bo'lyapti. Qaysi joy? D degan joy bo'lyapti. Ana endi qaranglar, bizga mana bu reaksiya sodir bo'lmagan. Ekvivalent miqdorda olindi degani-ku, mana bu reaksiyaga kirishuvchi dastlabki mahsulotlarimiz bor-ku, yetarlicha olingan. Xo'sh, endi iftar qo'shilganda 18,8 gram cho'kma ajraldi deyilyapti. Hosil bo'lgan eritmadagi moddalar necha mol kalsiy nitrat bilan ta'sirlasha oladi deyilyapti. Xo'sh, ana endi bizga savol. Cho'kma nima bu yerda? Reaksiya hosil. Kumush piramid, ha? Xo'sh, kumush piramid massasi nechaga teng ekan? 80 ga 180 ga 108 qo'shsak 188. 188. Ana endi natriy xloriddan qancha hosil bo'ldi? Tov olaman. Birni bunga ko'paytirib bunga bo'lsak ham 0,1 bo'lyaptimi? 0,1. Xo'sh, endi bizga yana nima ma'lumotlar berilgan? 0,1 bo'ladi aynan. Xo'sh, endi kumush ftarid qo'shilgan deyiladi. Kumush ftaridimizdan umumiy qancha qo'shilgan ekan? 0,2 mol qo'shilgan ekan. Lekin reaksiyamiz uchun qancha sarf bo'lib ketdi? 1 bo'lsa
0,1 mol. Yangi hosil bo'lgan eritmada ortib qolgan kumush ftaritimiz bor va hosil bo'lyapti natriy ftaritimiz bor va kumush bramid faqat cho'kma bo'lib chiqib ketdi, eritmada qolmadi. Ikkita modda qoldi. Natriy ftarit va kumush ftaritlar qolgan. Endi natriy bramidimizni miqdori berilganmi? Yo'q, berilmagan. Bizga shart emas. Endi qarang. Qani, buni miqdorini topaylik. Bu 1 mol bo'lsa, bundan ham qancha bo'lyapti? 0,1 mol. Endi molar konsentratsiyalari teng bo'lgandan keyin buni ham miqdori teng bo'ladi. Bu ham 0,1 mol bo'ladi. 0,1 mol bo'lsa, bu eritmaga yana 0,1 ligicha o'tadi. Oxirgi eritmada natriy ftaritimizni umumiy qancha bo'ldi? 0,1 ga qo'shaman 0,1 da 0,2 mol natriy ftarit ekan. Keyin ortib qolgan kumush ftaritimiz bor. Kumush ftaritdan qo'shilib 0,2 mol qo'shilgan ekan. 0,2 dan ayiramiz 0,1 ni 0,1 mol bo'lyapti. Bu kumush ftarit bo'lyapti. Ana endi mana shu hosil bo'lgan moddalar deyilyapti. Endi nitrat bilan. Xo'sh, har bittasini tasvirlashtiramiz. Natriy ftaritga qo'shaman kalsiy nitratni, kalsiy ftarit hosil bo'ladi va natriy nitrat. Keyingisi, xo'sh, keyingi moddamiz kumush ftaritimiz bor. Kalsiy nitrat bilan ta'sirlashgandan keyin kalsiy ftarit va kumush nitrat. Reaksiyamizni tenglashtiramiz endi. Ftorlarimiz ikkita bor, bu yerda bitta bor. Ikkini qo'yib olaman. Xo'sh, endi natriyimiz ikkita bo'ldi, bu yerda bitta bor. 2, nitratimiz ikkita bo'ldi, teng bo'ldi. Buni ham xuddi shunday tenglashtiramiz. 2. Xo'sh, buni oldiga ham 2 qo'yamiz, reaksiyamiz tengmi endi? Teng ekan. Endi qaraymiz, natriy ftaritimiz o'zi 0,2 mol bor edi. 0,2 mol. 2 bo'lganda bitta ketdi bunga. Qancha salb ketadi? 0,1. Endi kumush ftaritiimizdan 0,1 mol. Ikkita bo'lganda bitta bo'lyapti. Bunga qancha? 0,05. Endi bizga savolda nima deyilyapti? Hosil bo'lgan eritma moddalar necha mol kalsiy nitrat bilan ta'sirlashadi desa, ikkalasini qo'shib qo'yaman endi miqdorlarini. 0,1 ga qo'shaman 0,05 ni 0,15 mol bo'lyapti. Qaysi javob bo'lyapti? C degan javob bo'lyapti. Kelib tushuntirib beray. 5.1 ga qaraymiz. Bariy nitratimiz bor. Bariy nitrat. Shunga sulfat kislota eritmasi qo'shilganda deyaptimi yoki sulfat kislotaga? Hayır, sulfat kislotaga bariy nitrat qo'shilganda eritma massasi 5,6 gramga oshgan ekan. Xo'sh, endi oshganligini bariy sulfat hosil bo'ladi. Bu yerda to'g'rimi? Bariy sulfat plus nima hosil bo'ladi? Nitrat kislota. Reaksiyamizni tenglashtiramiz. Nitratdan ikkita bor, bu yerga 2 ni qo'ysak, o'zi reaksiyamiz teng bo'ldi. Xo'sh, oshganligini qanday topolsak bo'ladi? Tuzdan ketmaymiz. Biz sulfat kislota orqali ketamiz. Sulfat kislota massasi 98, ikkita nitrat kislotaning massasi nechaga teng? Ha? 126. Mana bu yerda 60 paydo bo'lyapti. Endi qaranglar. Bizga bu kerak bo'lmasa, massa farqini topamiz. 126 dan 98 ni ayiringlar. Ha? 28. Masala bo'yicha necha gramga ortdi deyapti? 5,6 gramga. Mana 5,6 gram bo'lsa, sulfat kislotamiz necha gramni sarf bo'lib ketdi? 98 ni 5,6 ga ko'paytirib 28 ga bo'laman. 19,6 gram. Demak, M shtrixni topdim. 19,6 gram ekan. Eritmamizning massasi 98 gram ekan. S foizni topmoqchi bo'lsak, 19,6 ni bo'laman 98 ga va 100 ga ko'paytiraman. 20% chiqar ekan. Qaysi javob bo'lyapti? A degan javob. 6.1. Metal xlorid deyilyapti. Endi mana xlorid eritmasiga sezik gidroksid qo'shildi. Sezik gidroksid qo'shilganda mana bunaqa kompleks birikma hosil bo'ladi. Sezikdan 2 ta va qavs ochilyapti. Metal OH'imizdan 4 ta bor ekan va yopilyapti. Endi bizga savol bo'ladi, metalimiz necha valentli ekan? Ana shu formuladan metalning valentligi nechaga teng bo'ladi? Ha, 2
2 bo'ladi. Bu yerda oshimiz 4 ta, sezida 2 ta ushlab turibdi. 4 dan 2 ni ayirsak, demak 2. Demak, men qo'rqmasdan uni tagiga nechini qo'yaman? 2 ni qo'yib olaman. Qo'yib oldik. Demak, 2 barnitli metal xloridimiz bor ekan. Endi unga cesium gidroksid ta'sir ettiribdi va bunaqa kompleks birikma hosil bo'libdi. Endi tenglashtiramiz. Tenglashtirsak, vodorod xlorid hosil bo'ladi. Xo'sh, endi 4 ta bor. 2 kara 4 tenglashtirsak endi. Xo'sh, bu yerda jami nechta bo'ldi? Kislorodlar 2 kara 4 8 ta bo'ldi. Mana bu yerga 4 ni qo'yishlar. 2 kara 8 4 qo'ysak necha bo'ladi? Teng bo'ldi endi. Xo'sh, endi qarang. Endi metal xloridda biz nimasini topishimiz kerak? Modda miqdori. Berilgan ma'lumotlardan molyar konsentratsiya berilyapti qanchaga? Demak 2,5 molyarli hajm berilyapti. Hajm 500 ml. Shundan litrda topsak 0,5 litrga teng bo'ladi. Modda miqdorini topib olaman. 2,5 ni ko'paytiramiz 0,5 ga necha bo'ladi? 1,25 mol bo'lyapti. Endi qaraymiz, tepasiga yozaman. 1,25 mol bo'lgan paytda ikkitasiga bundan necha gram sarf bo'lib ketyapti ekan? 428,75 ekan. Qani, bu qancha bo'ladi? Molyar massasi, ikkitasining massasi. Topinglar endi. 2 ga ko'paytirasizlar, 686 bo'lyapti. Ikkitasining massasi 686 ekan. Bittasini topmoqchi bo'lsak, 2 ga bo'laman 343 bo'lyapti. Demak, 343 nima ekan? Mana bu seziyadan 2 ta va metal oshimizdan 4 tasini mr necha chiqdi? 343 chiqdi. Shundan metalni topib olinglar endi. Shunda 9 chiqadi. Kerak bo'ldi. Adigan. Ba'zi beringlar. Nimani tushuntiray? Cho'kmadan necha gram hosil bo'ldi deyilyapti? 10 gram hosil bo'ldi deydi. Ha? Qayerda 3 ta? Kalsiy karbonat molyar massasi 100 edi. Mana unga 1 mol sarf ketyapti. Qani qancha sarf bo'lgan? 1 ni 10 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 0,1 mol bo'lyapti. Umumiy necha mol olingan edi kalsiy gidroksiddan? 0,2 mol. Ayirib tashlayman. 0,2 dan ayiramiz 0,1 ni. 0,1 mol yana kalsiy gidrokarbonat hosil qilish uchun gidroksid sarf bo'lyapti ekan. 0,1 mol bittamizga 2 ta karbonhidrat ketyapti ekan. Qancha sarf bo'ladi? 0,2. Bittaga bitta ketsa bunga qancha bo'lyapti? 1 ni 0,1 ko'paytirsak 0,1. Endi umumiy miqdori 0,2 plus 0,1 0,3 mol karbonat angidrat sarf bo'lyapti. Endi shuni normal sharoitdagi hajmini toping deyilyapti. Ya'ni ko'paytiramiz 22,4 litrga. Shunda hajmi ketadi 66,72 litr. Qaysi javob ekan? S degan javob bo'lyapti ekan. Uch yuz 70 gram 4% kalsiy gidroksid eritmasiga qancha karbonat angidrat o'tkazilganda kalsiy ionining yarmi cho'kmaga tushib, gidrokarbonat ioni saqlagan eritma hosil bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. M shtrixini topib olamiz. 370 ni ko'paytiramiz 0,04 ga. 14,8 gram bo'lyapti. Ana endi bizga modda miqdori kerak. 14,8 ni bo'laman kalsiy molyar massasiga 74 ga bo'lamiz. 0,2 mol bo'lyapti. Ana endi 0,2 mol kalsiy gidroksidning yarmi deyilyapti. Karbon angidrat o'tkazilganda kalsiy ionining yarmi cho'kmaga tushadi deyapti. Endi mana shuni yarmi cho'kma hosil qilgan ekan. 2 ga bo'lib yuboraman. 0,1 moldan cho'kma hosil bo'lgan ekan. Yozaman reaksiyani. Kalsiy gidroksid plus karbonat angidrat bilan ta'sirlashyapti-yu, kalsiy karbonat cho'kmasini hosil qilyapti va plus suv. Reaksiyamiz o'zi teng. Bizga 0,1 mol ekan, mana u yarmi bo'lgandan keyin. 1 bo'lgandan keyin bizdan nima so'rayapti? Qancha karbonhidrat ketyapti? 1 ketsa bunga qancha bo'ladi? Yana 0,1. Endi yana qolgan yarmi bor, to'g'rimi? Qolgan yarmi. Qolgan yarmi reaksiya mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Bittasiga 2 ta karbonhidrat ketyapti ekan, mana. Bittasiga 2 ta karbonhidrat ketyapti. Bizga qancha qoldi yana? 0,1 da. Yarmi degandan o'zi 0,1 sarf ketdi. 0,2 dan ayiramiz yana 0,1 ni. 0,1 gidrokarbonat hosil qilish uchun. Endi bu yerda reaksiyani yozib o'tirmadim. Men tepaga qarab xulosa chiqaryapman.
Mana reaksiyamizda ikkinchisi uchun 1 mol kalsiy gidroksid uchun 2 ta karbon gidroksid ketyapti. 0.1 uchun qancha? 0.2 ikkalasini qo'shib qo'yaman. 0.1 ga qo'shamiz 0.2 bu 0.3 mol karbon gidrid. Shuni ko'paytiramiz 22,4 litrga 672 litr ekan. Shuna javob bormi? Bor ekan. Sizlar degan javob ekan. Bizga nima ma'lumotlar berilyapti? Yozib olaman. Va nima berilgan? Rux sulfat berilgan. Mana rux sulfat. Endi ana shu eritmalarga deyapti, mana bu 8 gram ekan. Mana bundan 8 gram olingan. Bundan qancha olingan? 16,1 gram olingan. Ana shu eritmalarga nima qo'shildi deyilyapti? Natriy gidroksid eritmasi ta'sirlashtiriladi. Qo'shaman. Natriy gidroksidni nima hosil bo'ladi? Natriy sulfat plus mis gidroksid hosil bo'ladi. Endi bunga qaraymiz. Natriy gidroksid sarflansa, natriy sulfat plus rux gidroksid hosil bo'lyapti. Xo'sh, ana endi tenglashtiramiz. Natriyimiz 2 ta bor ekan, 2 ta. Yana nimalar teng? OHlar 2 ta bo'ldi, teng bo'ldi. Endi bu ham xuddi shunday tenglashadi. Bu yerga 2 ni qo'ysak, o'zi reaksiyamiz teng ekan. Bizga endi qancha natriy gidroksid qo'shiladi deyilyapti. 100 gram va 40% natriy gidroksid qo'shildi. M shtrixini topib olamiz. M shtrix natriy gidroksid deyman. 100 ni ko'paytiramiz 0.4 ga 40 gram sarf bo'ldi. Oxirida nima deyiladi? Jarayon oxirida necha mol natriy gidroksid qoladi deyiladi. Ya'ni ortib qolganini topishimiz kerak. Mana uchun 8 gram uchun 160 bo'lganda 80 ketyapti. 8 bo'lsa qancha? 2 ta 2 mi 4 bo'lyapti. To'g'rimi? Mana buni molar massasi 161 mi? Hisoblaylar. Molar massasi rux sulfatga. To'g'rimi? Endi buning uchun 80 ketyapti. Bu qancha bo'ladi? 8 gram. Endi ikkalasini qo'shaman. 12 mi? 8 plus 4 12. Mana bu 40 dan ayirib tashlaylar. Ortib qolgan natriy gidroksid qoladi. 28. Modda miqdorini topmoqchi bo'lsa, nima qilamiz? Javob natriy gidroksid 40. Fotil bo'lgandan keyin yana kompleks birikma ham hosil bo'lgan bo'lishi mumkin agar bunday usulda ishladik chiqmadi-ku. Demak, mana bu yerda rux sulfatga natriy gidroksid ta'sirlashtirsak, natriy bizning OH'imizda 4 ta bo'lsa, bu yerdan 2 ta mana bunaqa birikma hosil bo'lgan. Va plus natriy sulfat chiqadi. Endi tenglashtirsak, mana shu holat bo'yicha 4 ta bo'lyapti. Mana bu yerga 4 qo'ysak, natriy 2 ta teng, sulfatimiz bitta, ruhimiz bitta teng bo'ldi. Endi qaranglar. Mana bu 16,1. Bu ruhimizning massasi nechaga teng? 161. Endi 4 mol sarf ketibdi. 4 ga 4 ni 160 bo'lyapti. Bu qancha bo'ladi? 16 mi? 16 gram. 16 gramga 4 gram qo'ysak 20 gram. Endi ayirib tashlayman. Bo'ynaga 40 dan 20 ni ayirib tashlaymiz. Yana nima qoladi? 20 qoladi. 20. Natriy gidroksid. Endi miqdori deyilyapti. Miqdori degandan keyin modda miqdorini topamiz. 20 ni bo'lamiz 40 ga 0.5 mol qolyapti. S degan joy. Demak, bu yerda kompleksli birikma hosil bo'lganda, ana shunday ketadi. Qaranglar. Yo'q, o'chirib, bu ham to'g'ri. Shunday ishlab ko'rishimiz. Ha, unda chiqmadi, lekin birinchi usulda bunda qo'yib ko'ramiz, javob chiqmayapti. Demak, xulosa chiqaryapmizki, kompleks birikma hosil bo'lgan. Ya'ni mana unda tushunsak ham bo'ladi. Natriy gidroksid mol miqdorida olingan deyapti-ku, ortib qolyapti degani uchun ham birdan avtomatik kompleks birikma hosil qilib ishlab ketaveradilar. Ya'ni qancha natriy gidroksid ortib qoladi degani uchun. Keshdikmi? 15 ekan. Biz 2 nitrat qo'shamiz natriy gidroksid va nima hosil bo'ladi? Natriy nitrat va biz gidroksidni hosil qiladi. Davom etamiz. Endi qolgan qismi yarmiga kumush nitrat eritmasi qo'shildi. Mana kumush nitrat.
Alaykum assalom. Ha. Kumush. Xo'sh, endi biz gidroksidi massasi nechaga teng? 40 mi? Yo'q, yo'q, biznikimi? 98. Ha, 98 mi? Demak 98 bo'lyapti. 98 bo'lsa, bizdan nima so'rayapti? Mana bu natriy gidroksid olib olaylik. Ehtimol bo'lsa, bunimiz qancha bo'ladi? Endi qolgan qismining yarmiga deganidan keyin agarda mana 3.6 bo'lsa, 3.6 ni yarmi nechaga teng bo'ladi? Ha? 1.8 bo'ladi. Mana uni 1.8 desam agar 1.8 desa, qaranglar-da. Mana bunda idishimiz bor. Mana natriy gidroksid teng ikki qismga ajratildi deyilyapti. Birinchi qismiga mana natriy gidroksid ta'sir etilib ketyapti. Mana mis nitrat ta'sir etildi. Mana bu qism reaksiya qilib ketdi, qolmadi. Teng ikki qism degandan keyin mana bunga 3.6 mol bo'lsa, bu qismida, yarmida. Yana qolgan yarmida qancha bo'ladi? Yana 3.6 qoladi. Ana shu qolgan yarmini yarmi deyilib ketganda savolda seli va suv hosil bo'ladi. Tenglashtirsak 2 ni qo'yamiz. 2 2. Xo'sh, davom ettiramiz endi. 271 300 gram cho'kma ajraldi. Mana bu 371 2 gram cho'kma hosil bo'lgan. Buni molar massasi 232 bo'lsa, natriy gidroksidimiz qancha bo'ladi? Hisoblaydi. Necha? 3.2 bo'lyapti. Mana bu ham xuddi shunday natriy gidroksid bo'lgan, eritma bo'lgan, shuni yarmi 3.2 bo'lgan, qolgan yarmi ham yana 3.2 bo'ladi. Ana shuni yana yarmi deyilyapti-da. Buni yarmi 1.6 bo'ladi. 1.8 emas, 1.6 bo'ladi. Endi natriy gidroksidimiz bor ekan, bu 1.6 mol. Qaysi modda? Mis 2 nitrat qo'shilyapti. Nima hosil bo'ladi? Natriy nitrat, natriyimiz 2 gidroksid hosil bo'ladi. Mis 2 gidroksid tenglashtirsak endi, xo'sh, mana bu 2 mol bo'lgan paytimizda cho'kmamizni so'rayaptimi? Cho'kma. Bu 98 bo'lsa, bunimiz qancha bo'ladi? 98 78 to'g'rimi? Degan joy chiqadi. Siz mana Ajratildi. Natriy ftalit, natriy yodid. Endi mana bu ikkinchi qismida ham natriy ftalit bo'ladi va natriy yodid bo'ladi. Mana bu birinchi qism, bu ikkinchi qism. Xo'sh, davom ettiramiz. Birinchi qismga mol miqdordagi kalsiy nitrat eritmasi qo'shilganda kalsiy nitrat yozaman. Kalsiy nitrat kalsiy ftalit bilan natriy nitrat hosil bo'lyapti. Bunga ham kalsiy nitrat ta'sir etilsak, kalsiy yodid bilan natriy nitrat. Endi qaranglar, kalsiy ftalit bilan kalsiy yodid cho'kmami? Qaranglar, tekshirib ko'ring. Aniqmi? Ko'rdikmi? Endi qaraymiz, tenglashtiramiz. Xitoy 2 ta, bu yerga 2 ni qo'yaman, bu yerga natriy qo'yamiz. 2 ta, yodimiz 2 ta ekan, 2 ta, 2 ni qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Bu eriydimi? Natriy yodid demak, faqat mana bu kalsiy ftalit cho'kmaygan. Davom ettiramiz. Ikkinchi qismi mol miqdorida olingan kumush nitrat eritmasiga qo'shilganda. Ikkinchi qismi kumush nitrat. Kumush nitrat. Endi bu yerdagi ikkita jarayon bo'lishi kerak-da. O'ylashim bo'yicha hozir birinchi jarayonda qaranglar-da. O'zi kumush nitrat eritmasi qo'shildi deyilyapti. Mana kumush nitrat. Kumush nitrat eritmasi qo'shilsa nima hosil bo'ladi? Kumush ftalit, natriy nitrat hosil bo'ladi. Bunga ham kumush nitrat qo'shilsa, kumush yodid va natriy nitrat hosil bo'ladi. Endi qaranglar, qaysi biri cho'kma? Mana bu 7.8. Mana bu molar massasi 40 ga 38 ni qo'shsak 78 mi? Mana 78 bo'lyapti. Bizga endi mana bu miqdor kerak. Natriy ftalit 2 mol bo'lsa, bunimiz qancha? 0.2 mol bo'ladi. Bundan ham 0.2 bo'lyapti. 1 bo'lgandan keyin kumush yodidni massasi nechaga teng? 108 ga 127 ni qo'shinglar. 35. Nima qilasan? Fronta berib turar 247. Beradi deyilyapti. Bari gidroksid eritma. Mana buni yozamiz. 10 2 1.
bariy gidroksid saqlagan eritmaga karbonat angidrid yuqtirildi deyilyapti. Mana karbonat angidrid. Ishqor eritmasi masalasi qanday o'zgaradi? Demak, bunda biz miqdorlarni topib olishimiz kerak ekan. Bariy 672 litr berilyapti-ku, bu necha mol degani? 3 mol. 0,3 mol. 0. Qaranglar. Bundan 0,2 mol bor ekan, bundan 0,3 mol ekan. Nisbati nechaga necha? 1 ga 1,5 bo'lyapti. Ya'ni bundan 2 ta bor, bundan 3 ta bor degan nimani to'g'ri keladi. Demak, bu yerda hosil qildirishimiz mumkin. 2 ta holat kuzatilgan bo'lishi kerak-da. Suv. Barikarbonat bilan suv. Gidrokarbonatdan hosil bo'lganda demak. Gidrokarbonat. Ha, ya'ni cho'kma deganida. Barikarbonat cho'kma, bariy gidrokarbonat cho'kma emas. Endi qaraymiz, bizga nima ma'lumotlar aniq. Xo'sh, tenglashtirsak endi. Bariyimiz 2 ta bor ekan, bu yerda 2 ta. Uglerod atomlar soni 3 ta ekan, bu yerda ham 3 ta bo'lyapti. Endi vodorod atomlar soni 2 kere 2 4 ta bo'lyapti. Bu yerda 2 ta, demak, mana bu yerda suv hosil bo'lgan. Endi kislorod atomlar soni 2 kere 2 4, bu 10 ta bo'lyapti. 2 kere 3 6, 6 ga 3 ni qo'ysak 9, 9 ga 1 qo'ysak 10 ta. Mana reaksiyamiz tenglash. Ana endi qaranglar. Bizga endi mana bu ma'lumotlardan bizga miqdor berilyapti-ku, 0,2 mol bariy gidroksid va 672 litr karbon angidrid berilyapti. Miqdoridan foydalanib men necha mol nima hosil bo'lganini topib oldim. Nima hosil bo'lgan? Xo'sh, endi bizga qanchaga kamayadimi nima deyapti? Ishqor eritmasining masalasi qanday o'zgaradi? Ishqor eritmasi masalasi qanday o'zgaradi? O'zgarishini topishimiz uchun qaytadan mana bu o'zi qo'shilayotgan karbon angidridimizning miqdori 3 mol edi. 3 molimizni massasi nechaga teng bo'lyapti? 132 bo'lyapti. Va chiqib ketayotgan, ya'ni eritma massasi kirayotgan va chiqib ketgan hisobiga o'zgarish sodir bo'lyapti-da. Bariy karbonat massasi necha chiqdi? 197. Farqimiz necha bo'ldi? 65. 65 mi, 67 mi? 65. 65 bo'ldi. Endi karbon angidridimizning miqdori mana shu 132 bo'lgan paytimizda necha mol edi? 3 mol edi. Masala shartida necha litr olingan? 672. 672 ni 672 ni bo'lamiz 22 ga 4 ga 0,3 bo'lyapti. Mana bu 0,3 bo'lsa, bunimiz qanchaga? 6,5 ga kamayish sodir bo'lgan ekan. To'g'ri, men qo'shilgan karbon angidrid hisoblamaganman. Xo'sh, shunda nima bo'lyapti? B degan javob bo'lyapti. Qaranglar, 10-bir temir 2 va alyuminiy xlorid aralashmasi 200 ml shuncha molarli natriy sulfit eritmasida to'liq eritildi. Demak, temir 2, xlorid va alyuminiy xloridimiz bor ekan. Birinchi navbatda temir xlorid va alyuminiy xloridni eruvchanligini ko'raylik. Nima turibdi? E turibdan ikkalasida ham. Xo'sh, endi shunga natriy sulfit eritmasi qo'shildi. Qaranglar, natriy sulfitni qo'shaman. Nima hosil bo'ladi? Natriy xlorid va temir sulfit. Temir sulfit. Reaksiyani tenglashtirsak 2 bor ekan, mana bu yerga 2 ni qo'yaman. Keyin bu ham xuddi shunday. Natriy sulfit bilan ta'sirlashadi. Natriy xlorid va alyuminiy sulfitni hosil qiladi. Endi temir sulfitimiz cho'kmay ekan, alyuminiy sulfitimiz eritmada mavjud bo'la olmas ekan. Bu degani yana suv bilan ta'sirlashib ketadi degani. Alyuminiy sulfitimiz bor ekan, mana alyuminiy sulfit. Demak, 3 2 suv bilan ta'sirlashib ketsa, alyuminiy gidroksid plus vodorod sulfit hosil qiladi. Tenglashtiramiz endi. Mana bu yerga 3 ni qo'ysak, bu yerga 2 ni qo'ysak, reaksiyamizda 6 ta bo'ldi, mana bu yerga 6 ni qo'ysak teng. Mana uni tenglashtiramiz. Alyuminiy mana bu yerga 6 ni qo'yaman. Bu yerga 2 ni qo'yaman va bu yerga o'zi teng ekan. Mana bu yerga 3 ni qo'yamiz endi. Reaksiyamiz teng bo'ldi. Endi qarayman. Mana unga x mol olgan bo'lsam, bunga y mol nima ketadi? Sarflanib ketadi. Bo'lmasa, mana bunda 2y desak ham bo'ladi. Masalan, 2y bunga 3y sarf ketyapti, bunga x sarf ketyapti. Vodorod sulfitlarning umumiy miqdorini topish uchun ma'lumotimiz aniq. Ya'ni modda miqdorini topamiz. Ya'ni bizga berilyapti 2 yarim molarli, shuni ko'paytiraman 0,2 litrga.
Shunda 0,5 mol bo'lyapti. X plus y'imiz teng 0,5 mol ekan. Endi massalar aniq, cho'kmalar va gazlarning massasi birgalikda deyilyapti. Mana bu vodorod sulfidimiz cho'kmay ekan va mana bu yerda hosil bo'lgan alyuminiy gidroksidimiz nima ekan? Cho'kmay ekan. Endi ana shular birgalikda massasini topaman. Ha, gazimiz mana vodorod sulfidimiz bu gaz ekan. Endi qaraymiz. Bizga hosil bo'layapti masalan 3 tasidan bitta Y hosil bo'layapti. Bitta Y'imizdan ikkita alyuminiy gidroksid hosil bo'layapti ekan. Ikkita alyuminiy gidroksidning massasini topinglar. Nechaga teng? 156. Ha? 156. 156. Demak, mana bundan 156 Y cho'kma tushgan va mana buni massasi 3 tasining massasi 102 Y bu gaz chiqib ketgan. Endi ana shular birgalikdagi massasi ekan. Qaranglar. 156 Y plus mana bu yerda hosil bo'lgan gazimiz bor. 102 Y plus mana bu yerda hosil bo'lgan cho'kmamiz bor. Temir sulfidni massasi nechaga teng? 88 ha. Shunga qo'shilyapti 88 X teng bo'lyapti 43 gram ekan. Men tenglamani ishlayman. 156 ga 102 ni qo'shaman. 258 mi? 58 Y plus 88 X teng bo'lyapti 43,4. Endi qarang, mana 0,5 mol bu nimaga tegishli? Vodorod sulfidga. Bunga X mol ketyapti, bunga 3 Y ketyapti. Demak, mana bu yerga vodorod sulfid emas, natriy sulfidimiz bor. Mana bunga X bor, bunga 3 Y ketyapti. Birgalikdagi miqdorimiz necha mol bo'lyapti? 0,5 mol bo'lyapti. Endi tenglamani ishlaymiz. Mana bu yerda X lar yo'qotmoqchiman. Ha, Y ni yo'qotaylik. Necha bu? Ha, X yo'qotamiz. 88. Mana bu yerda 88 X bo'ladi. Plus 88 ni 3 ga ko'paytiringlar. 264 Y bo'lyapti. Teng bo'lyapti. 88 ni bunga ko'paytirsak 44. Endi qaranglar. Mana bu 44 bundan katta. 264 bundan katta. Demak, biz tenglamani to'g'ri tuzgan ekanmiz. Bundan mana bundan buni ayirsak 6 Y. Y ning qiymati 0,1. Endi X ning qiymatini topishimiz kerak. Buni 3 ga ko'paytirsam 0,1 da 0,3 ayirtirsam 0,2 qolyapti X ga. Bizga endi nimani so'rayapti? Alyuminiy xloridning massasini so'rayapti eritma tarkibida. Alyuminiy xlorid mana Y ning qiymati 0,1 chiqdi. Ikkita alyuminiy xlorid massasi nechaga teng? 196. Ikkitasimi? 267 ekan. Shuni ko'paytirsak 26,7 gram bo'lyapti. Shunda qaysi javob bo'lyapti? B degan javob bo'lyapti. 214 bunimiz qancha bo'lyapti? 23 bo'ladi. 24 proporsiya. 214 ni 13 ga ko'paytirib kerak. 2 bo'ladi 3 20. 24 bo'lyapti. 24 bo'lgandan keyin ayirib tashlayman. Mana buni 24 4dan 26 Ko'rgan bada. dastlabki aralashma temir ikki sulfidning, temir ikki sulfid 26,4 da degan javob bo'lyapti. Uchligida minus turibdi. Ya'ni minus, masalan, natriy xloridni suvga solsak, tuzli suv paydo bo'ladi, yana suvni bo'latib yuborsak, nima bo'lib ketadi? Yana tuzlikcha qoladi. Suvga solsak birdan reaksiya sodir bo'lib ketadi. Natriy oksidimiz bor ekan, suvda eritilyapti, nima hosil bo'lyapti? Natriy gidroksidning o'zi. Tenglashtiramiz endi. Ikkita natriyimiz bor, ikkini qo'yamiz. Buni massasi 6,2 ekan. Mayda 8 gram. Endi 8 grammimiz necha foizli bo'lar ekan? 10 foizli ekan. Endi suv deyilyapti. Suv. Suv bo'lgandan keyin bu 90 qoladi. 90 bo'lsa qancha? 8 kara 9 72 gram eritmada suv qolgan ekan deyapti. Endi mana bunga sarf bo'lgan suvimiz ham bor-ku. Bunga 18 ketsa bu qancha bo'ladi? Buni ko'paytirib bo'lsak 1,8. Endi qo'shaman.
72 ga qo'shaman 1.8 da 73.8 gram suv sarf bo'lar ekan. B degan javob. Kelishdikmi?